Muhiddin Mamajonov, Aziz Estet, Humoyun To'xtamurodov, Abdumalik Yorbo'tayev va yana boshqa bir qator taniqli nomlar bir kechada bitta turnir kardida jang qiladi. 2-may kuni Toshkent shahridagi Alpomish muz saroyida KO Estet Promotion va Versus Fighting Liga hamkorligida katta musobaqa o'tkaziladi. O'nlab mushli janglar muxlislarni kutmoqda. Markaziy jangda Aziz Estet Hasanov, Shamil Paxan Galimov to'qnash keladi. Galimov mushli janglar dunyosida o'z o'rni va mavqeiga ega sportchi. Bir qator yorqin chiqishlari va olovli zarbalari orqali allaqachon mushli janglar muxlislarining sevimli sportchisiga aylanib ulgurgan. U jang qiladigan turnirlar katta qiziqishga sabab bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda yaxshigina mashhurlikka erishgan Aziz Estet Hasanov ham bir qator professional janglarda ishtirok etishga ulgurdi. U ham tobora prof sportda o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Xullas, Estet Paxanga qarshi shiddatli to'qnashuvlarni bevosita arenadan kuzatishni va super janglar energiyasini kuchliroq his qilmoqchi bo'lganlarni 2-may kuni Alpomish muz saroyiga taklif qilamiz. Muz saroyida olovli janglar bizni kutmoqda. Chiptalarni iTicket.uz saytidan xarid qilishingiz mumkin.